Девочки, столица Франции. Париж, А Россия? Петербург, а раньше Москва. А кто сжег Москву дотла? Не знаю, сэр. Это я. Kichkina Korska orolida tug'ilgan bolani Yevropani yarmini bosib olishini ko'pchilik bilmagan. Napoleon Bonapart 26 yoshida general bo'ladi. O'sha davrda deyarli imkonsiz bo'lishiga qaramasdan o'zining strategiyasi va sovuq aqli bilan bu uni uddaladi. Ko'pchilik tarixchilar Napoleon Bonapartni janglarda Amir Temurning strategiyasidan foydalangan deyishadi. Lekin kuchlilar ham bir xato bilan yiqiladi. Uning katta xatosi 1812-yildagi Rossiyaga qilingan yurish edi. Moskvani egallab yoqib yuborilishiga qaramasdan, u sovuq tufayli 90% qo'shinni yo'qotadi. 450 minglik qo'shin bilan yurish qilgan Napoleon Fransiyaga atiga 25 minglik qo'shin bilan qaytadi. Bu esa uni Yevropada nufuzini tushirishga sabab bo'ladi. Rossiyaga yurish qilishiga sabab bir ayol kishi bo'lgan. Endi siz aytingchi, o'sha ayolning ismi kim bo'lgan? Kommentariyada javoblaringizni yozib qoldiring.